Endigina pishib chiqqan oshimni suzib, chiroyli qilib video qilaman desam, poq etib svet o'chib qoldi. Aytib ketinglar, sizlarda ham svet o'chib turadimi va haftada yoki oyda necha marta sizlarda svet va gazni o'chirishadi? Kommentariyada yozib keting. Bugungi mazali oshimizni tayyorlash uchun bizga qizib turgan qozonimizga yog' solamiz, go'sht solamiz va piyoz solib yaxshilab qizartirib olamiz. Bu xorazmcha osh bo'lgani uchun judayam qip-qizil bo'lib ketmaydi. Ustidan to'g'ralgan bolgarskiy solamiz, chunki oyimning fishkalari bolgarskiyda. Parrak-parrak qilib to'g'ralgan sabzilarimizni ham solib, ketidan tuzlarni soladi, mayda-mayda qilib to'g'ralgan chesnoklarni solib, yaxshilab ezilguncha pishirib oladilar. Undan keyin guruchlarimizni, mana chesnok va ziralarimizni tayyorlab qo'ydilar. Videoda ko'rsatilgandek, yaxshilab ezilib chiqqan mazza qilib shirinlari tortib turgan zirvagimizga chesnok solamiz, zira solamiz va yuvilgan guruchimizni solib yaxshilab qaynatib olamiz va ustidan qaynagan suv solish esinglardan chiqmasin. Ko'pincha hamma aytadi, suvni ko'p bo'lib ketdi yoki kam bo'lib ketdi deyishadi. Ikkinchi ko'rsatkich barmog'ini birinchi chizig'igacha solsangiz, o'sha norma hisoblanadi aslida. Yaxshilab suv tortilgach, paket